Dubai Mall dunyodagi eng katta savdo markazi hisoblanadi va 200 dan ortiq brend kiyimlar do'konlari mavjud. Lekin Dubayga kelganingizda bu yerdan narsa sotib olishga shoshilmay turing, chunki bu videoda sizlarga brend kiyimlar 70% gacha chegirma bo'ladigan Dubaydagi Outlet Mall obzorini ko'rsataman. Bu joyni hattoki anchadan beri Dubayda yashaydiganlar ham bilmas ekan, chunki bu yerda asosan mahalliy aholi shopping qiladi. Videoda bu joyning manzili, jamoat transportida qanday borish mumkin ekanligi, narxlari haqida gaplashamiz. Lekin undan oldin like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishingiz sizdan chiqmasin. Kirishlardan birinchi shu magazin keladi. Priceless degan 60-80% gacha lyuks brendlarga skidka. Zo'r narsalar bor. Bu yerda ham razmeri bilan topishingiz kerak bo'ladi. Mana 36-razmerdagi mana shu tapochkani topdim. Va chiroyli ekan. Studio Ameli degan brend ekan. Narxi 480 dirham. Rosa chiroyli ekan. Mana bu baletka ham rosa yoqdi. Juda ham необычный ekan. $525 dirham. $525 dirham diye. $120-130 çıkıyorlar adashmasam. 我这个真的可以，他们家鞋子鞋型都是这样。啊，这个可以啊，你们有没有宝宝喜欢？ Вечерный ko'ylaklarga ham rosa ham ko'p vыбор. Mana qayda chiroyligina. Shunga o'xshashini mango ham chiqargan, ko'rgan bo'lsanglar orasidan.
$430 bo'lar ekan. Dollarda, dirhamda 3100 dirham ekan. Jissot. Sportivniy kiyimlarga bu yerda vыбор rosa ko'p. Nike, Adidas bor. Mana shu Adidas kurtka hozir $379 ekan, dirham ekan. Skidkasi bilan qora tsveti ham bor ekan. Kачествоsi yaxshi. Mana shu Ted Baker'ning sumочкasi 210 dirham ekan. Bu savdo markaziga kelganingizda o'zingizni xuddi Yevropada yurgandek his qilasiz va hattoki ko'chalarning nomi ham italyancha tilda yozilgan. O'zimga ham bu joy yoqadi, tez-tez borib turaman. Birinchidan narxlari qulay bo'lgani uchun odam unaqa ko'p bo'lmaydi, bemalol borib aylansangiz bo'ladi va yana bir sababi bu targoviy sentrning yonida 5 ta bolalar parki bitta joyda joylashgan. Farzandlaringizni aylantirib, keyin qaytishda o'zingiz bemalol kirib shopping qilsanglar bo'ladi. Aynan qaysi brendlarning magazini bu yerda borligini mana shu videodan ko'rsanglar bo'ladi. Bu joyning nomi esa The Outlet Village. Taksi orqali keladigan bo'lsangiz, Dubaydan yarim soat 40 minutlik yo'l. Agar jamoat transportida kelmoqchi bo'lsangiz, birinchi metroning qizil liniyasi orqali Ibn Battuta Mall stansiyasiga tushasiz va bu yerdan avtobusga o'tirasiz. Avtobusga Dubai Park and Resort degan yo'nalish bo'yicha o'tirish kerak. 5-avtobus stoyankasidan olib ketadi. Sizda metro kartasi bo'ladigan bo'lsa, metro karta orqali 5 dirhamga yetib kelishingiz mumkin. Avtobus har 1 soat, 1,5 soatda keladi, haftani qaysi kunligiga qarab. Dubayga kelganingizda bu yerga albatta bir marta bo'lsa ham kelib ko'ring va bu videoni shopping qilishni yaxshi ko'radigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.